aleyküm qadrli kuzatuvchilar. Yana bir ish o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soybo'y qishlog'ida bo'ldik. Bu yerda 10 metrli terasga akvazara to'yibdan bo'ldi. Qoppoda ichida harorat chiqyapti. Tushuntirsak 10 metr 2,5 bo'yi, eshigi bo'yi 3 metr, romni bo'yi 2,10, bitta ochiladi, bitta fortikasi bor tepasida. 2 qavat oq va yo'l aynada bo'lgan, zalatoy deb alyumindan bo'lgan. Ko'rinishi akfadan bo'lgan zalatoyda. Uzun negatiflardan ichkari ko'rinish alyumindan. Ichkaridan tushuntiramiz. 3 metr bo'yi, yonida 1,20, bu 2,10 bo'yi, 2,5 yana bitta ochiladi, bitta fortikasi bor. O'tinli mushkullardan qo'yilgan. Fortika tepada alyumindan. Talat masmasa lambir. Oynalar 2 qavat. Pulchida bir qavat, bir qavat yo'lvi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Bunda ham mana shunaqa 1,20 eshik. 3 metr. Mana 1,20. Bunisi ham bitta ochiladi, tepada fortikasi bor. Общий narxi buni 13,200,000 so'm bo'ldi. Yana bir narsa. Ichkari ko'rinishda. Bir yo'l ustunlarini ham tunikada ichkarisini, tashqarisini bekitib berdik. Uch ustunni ham ro'shdan ustum mesela keyingi ustum. Hop, ustum o'ralgan. Shu 10 metrli joy, bo'ylari, romlari bo'yi 2,10, eshigi bo'yi 3 metr. Bakovoy deyiladi. Hamma bir xil bo'lgan. Tekizligi ham bir xil ketgan. Shu joy narxi 13 million bo'ldi. Yana bir bor aytib o'tamiz. 13,200,000 ustunlarni o'rash bilan bo'lgan. Kimga shunaqa eshik rom zarur bo'lsa, terasga zarur bo'lsa, mo'mala yozib qoldiramiz, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.